Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Aniket. Bugungi videomizda biz ro'mlarning vazifasi haqida gaplashib o'tamiz. Ro'mlar o'yinga chiqishi bilan lesga yordam berishi yoki midga borib, magga yordam berishi mumkin. Pachkasini urib turib, reski ikkita liniyaga gang qorish mumkin. Uning vazifasi sheriklar bilan yurib, kontrol berib, kill qilishga yordam berish. Ya'ni birinchi o'chirda les ko'k bafda turgan bo'lsa, nariga tarafga qarab yurishni boshlaysizlar. Agar qizil bafda turgan bo'lsa, bu tarafga qarab yurishni boshlaysizlar. Qarama-qarshi yursanglar, les to'r levelab turib o'sha joyga ganga boradi va uchalaylar bitta giroyga yopishib o'ldirib olishlar imkoniyati ancha katta. Tanklarning turlari bor, ya'ni Stirlok himoya qiladigan, ya'ni personajlarni o'ldirishga qo'ymaydigan tank. Minotaur bunga ancha yaxshi qo'l keladi, ya'ni Stirloklarni o'lmasligini kafolatlab beradigan tank hisoblanadi. Kontrollar juda ham ko'p bo'lgani uchun u sheriklarni yaxshi himoyalay oladi. Tanklarga maslahatim ko'pincha tank va les bilan yuring, yutqizayotgan tarafga boring. XP yutqizayotgan bo'lsa, XP ga ko'proq boring. Stirlok yutqizayotgan bo'lsa, Stirlokka ko'proq boring, lekin bitta liniyaga faqat bormang. Kanalni kuzatib borishda davom eting, shunda siz epikdan mifgacha bo'lgan yo'lga oson chiqa olasiz. Bu bo'lsa hozirgi kundagi meta giroylar hisoblanadi. Shuningdek, bugungi videomiz shulardan iborat bo'ldi. Sizlarga yoqqanidan xursandman.